Oğlanı kayda düşürgensizmi? Jizzaxda. Tak, sizge nima dedi? Girişe var dedim ha. Baba sizniki? Kirin qanqa? Menga kirin qan? Sizge nima dedi? Doktorlarga bordingizmi? Doktorlar bardık. Girişe var dedim ha. Tappa yaptı. Tappa yaptı. Girişe yok dedimi? Ha, girişe yok. Mayazda sızıp gitken. Girişe var mayda. Girişe var mayda ekan. Kolu, ayağı, cıbırlap işi meyle kadar bu kalktı. Düşünüyorsun? 3 millimetre mi bordu? Mayda ekan ha, tushunarli. Şu tüzeden pası cimri Ha, bo'ldi. yürüme kaldı yapmıştı. Ha, hozir aytasiz. Qani endi gapiring mani. Endi sizga navbat beramiz. Gapiring qani endi gapiring mayga turing. Mayga. Şu bana da niye tüze geçti işi Ha. bunca mana kaça. Bıcır bıcır qiladi. Bıcırla bastırma kaydı yürümeyin. Hoş. Yürüp bana kısa kızısa yürüp gider. Aha. Yemesem şu pavrula var ya dağlamam koyuyor. Hiç yürümeyin. Ha. Tayası yani. Ha, bo'ldi. Ek olamış o. Bo'ldi. Ha, bo'yinlarda og'riq bormi? Boynunda onca oldu. Qara, bo'ynimda buranqanmi buraladimi? Ha? Og'rimaydimi? Sal qotishqanmi bo'yningiz? Qotganmi? Her bir gün otta mırcalgaman, cilgemen düşkemen de. Şu dasırganma deyman. Ha, bo'ldi. Hozir ko'ramiz bo'lmasa. Xudo xolasa, niyat ixlos qilib kelgan bo'lsangiz yaxshi bo'lasiz. Ha, bobo, mana bu yerga chiqamiz. Qara, mana qorin bilan yotasiz. Peshonangizni mana bu yerga qo'yasiz. Chiqolasizmi? Çıkam. Ha, chiqing. Buxar bilen. Ha, ha. Peşine baya kaçışım. Ben şimdi. Ha, shunda yoting. Menga qo'ying mana peshonani. Menga qo'ying peshonani. Ha, shunda. Ha, qalpoqni yechib qo'ying. Doktor. Qo'lni ham boshqa qo'ying. Ikki yo balandga. Yo, mana shu. Ha, shunday bo'ldi, shunday. Bismillah deb boshladik. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Tak. O kulak içinde ne var? Kıyla çiçeği pek hiçbiri yok. Ha, mayli, bo'pti qo'ying. Ben giyim kıymetli. Mayli. Qo'lni ham boshqa qo'ying. Siz bu yoqqa pastga qarab yoting, menga qaramang. Bunday qiling, ana shunday qiling. Ha, malades. Ana endi zo'r bo'ldi. Qara, mayli og'riq bormi? Ha, ko'rdingizmi? Yo'q deding. Mana bu yerda girja. Girjangiz bor. Bu yergachi? Bu yoqda ham bor lekin, ha? Ha, mana bu yerda-chi? Bu yerda bormi? Yerda ozmas bor, ha? Bo'ldi, tushunarli. Qarang, balandga qarab yoting, balandga. Oyog'ingizni tortamiz bir. Keyin buni qilib olacağım. Nasıl çiçeği mi? Yo'q, hech nima. Menga qaramang, shunday yotaver, shunday. Oyog'ingizni buking, tizzangizdan buking. Qo'rqmangsiz, qaramang menga. Buking. Tikka qarab yoting, balandga. Asli tortaman, qo'rqmang, bo'sh qo'ying. Ha, bo'sh qo'ying, tizzani bo'sh qo'yib ber, menga qo'yib qo'ying. Bo'ldi, ana shunday. Qotib qolyapti-ku. Nega unday? Ha, bo'sh qo'ying. Nima bunday qilyapsiz? Bo'sh qo'ying. Qotib qolganmi shunday? Katıp kalmış. Hozir. Ha, bo'pti, tushundim. Ha, bunisini. Ha, bunisi. O'zingiz ham qo'rqyapsiz-da. Qo'rqyapsiz, bobo, qo'rqmang. Ya, nima qilgan bu kishi? Va bo'yinni ham tortamiz. Qarang, bu yerga qilsam, bu yerga qaradim. Bo'ldi. Bo'ldi. Siz oyog'ini bosib turing hozir. Qaramang bu yoqqa. Qaramay ekansiz-da. Qarang, ishingiz nima? Sal bo'yingiz ko'tardi. Sal ko'p ko'tardi yoningiz. Bo'sh qo'ying. Bo'ldi, qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying-da. Bo'sh qo'ying. Tak, endi qarang. O, qorin bilan yoting, qorin bilan. Qo'rqoq qilyapsiz-da, qo'rqoq. Ha, endi shunday yoting. Qo'lga urishib, bismillah deb boshlaymiz. Qarang, bu sal og'riqli bo'ladi. Bismillah deb hozir boshlaymiz, nasib bo'lsa. Yaxshi
Çıkıp kalarsınız. Karama oturup alalım siz. Asasda oraya yapasınız hadi. Şey düzelmeyken de, Ha? şey ortayken de. Cey oturdu. Kaç ilken yaxşı mı? Yaxşı şikayet koygun C'ye oraya yaptı. Cey oturdu. Ha çıktı. Qaysi tomoniniz ko'proq og'riydi oyog'ingiz? O'ng tomon, ha? Chap tomon uncha og'rimaydi, ha? Çaptanın olaydı ki. Çaptanın koyup. İyi koyup os. Qarshisi og'riymi? Mashinani chilchiganda. Bo'ldi, tamom bo'ldi. Hozir qarab, 2 minut chidab tursangiz tushasiz. Keyin yonimiz kerak bo'lsa chiqasiz yana. Bo'lmasa shuni bo'lgan qilamiz, pastda qilamiz. Tirishmamda, bo'sh qo'ying. Tirishsangiz bo'lmaydi. Doktorga bordimi, davolandimi? Qayerga bordi? İştkan vardı, Samarkand Tırnadoğu'ya Yotdimi? ya ukal kan. Ha, paydo qilmadi. Ha, ya doktor. Keyin ulardan qishloqda qildilar doktor. Uyga olib kelaman, men olib borib qo'yaman, ana olib kelaman, olib qo'yib. Ha, endi ukol kerak emas edi. Ukolim dori bo'lmaydigan bo'ladi. Qarang, bu endi eshitdim, qarang deganni eshitdim degan. Mana bu yerda og'riq bormi endi? Ha? Ha şu. Boyagi og'riq bilan hozirgi og'riq qanday farqi bor? Hadi götür boşaydı. Bo'shadimiz, qo'yverdi o'sha yo'q og'riq. Mana, mana endi bu yog'ini ko'ring. Pasaydimi? Bu yoqda o'zi yo'q bo'ldi o'zi mana. Hadi tushasiz, bo'ldi. Hozir 1 minut. Hozir yotib tushasiz, bo'ldi. Boshlarda qaratdingda. Ha, hozir tushadi, o'zi ko'radi. Baba, og'riq ketdimi? Urgan joylarim og'riq pasaydimi? Tushing endi. Chap tomondan tushing. Oyoqni bir-biridan uzoqlashtirmang. Ikkita oyoqni. Uzoqlashtirmay tushing, ana shunday. Asta yiqilib ketmang, asta. Ana endi yuring, aylaning, 1-2 marta aylaning shuni. Qo'rqmang. Urib, ona oqsoq qo'yasiz. Yo'q, shu o'rganib qo'yganda. Endi og'rimaydi. O'rganib qo'ygan. Ha, yana og'riydi deb qo'rqyapti. Og'rimaydi endi. Katta odam. Hozir chalasi bo'lsa yana qilib ko'ramiz. Hozircha bir ko'rsin o'zi. Bijirlaganlarni ko'ring endi qanday pasaydimi, pasaymadimi? Birdan pasaymaydi, asta pasayadi.
Gençlerimizin mayda yapmadık o. O yok mu? Ha? O yok mu? Kayda var. Olsun, bıcır ottuk da. Ha yendi qarang. Boya mana birlar bizilib turdi. Endi ostiga bordimi? U yo'qoladi. Mana birlar ketdimi? Ne görket? Ne oldu? Ketadi. Tektisem bitti rut. O'tiring qani endi. O'tiring. O'tirdim ben. Qo'rqmang o'tiring. Qo'lingizni yemang. O'tiring. Bo'ldi, yana turing. Qani. 18 yoshli boladay bo'ldi. Bu yoqqa ket, bu yoqqa turing. Ana shu o'tiring endi. Tizan tovonni joyiga qo'ying. Tovon tegmang, joyida tursin tovon. Tovaningizni qo'riq o'tiring. Tovon joyida tursin. O'tiring. Молодец. Ana, endi turing. Qani, nima muammo bor? Nida tanrım şu tahtlarını bu kaldı mı be? Şu an bakmadı. Endi zo'r bo'lasiz, chavasiz endi. Chopib ketasiz. Çok yakışıklı. Yuring qani hozir yuring. Qon yurishi kerak-da, qon bormay qolgan o'ziga. Kaç bir yere gece batıyorsun. Başın yüzü istedi. Başın özünü götürüp bir yere gece batıyorsun. Yerdan ketib qoladi. Baktım oraya da kılaya top kesmedi. Dün tramadura geldim. Kekirse. Keyin sonra baktım. Zaten bu- nasıl boyutu takımlar var. Endi shoshma, endi qarang. Oyoqni ko'tarib o'ynatdi. Yerdan sal o'zing ha. Nasır tavan mu deydi ki aktif dalı. O'zingda yerdan. Bu men Oyoq de tegmasin olmadı. yerga. Mama der bilen kız iken o ya. Hamida Sal baba. yegin. Oyoq o'zing yerdan. O'g'it. Şuyda var akın o. Ha, shu yerda bor-da. Qani, endi chap oyoq o'zing qani? Ko'ramiz. Bu yoqda ham bormi? Bu yoqda qarang, bu yoqda mana bu yoqda bor. Bu yoqda chizig'i. Yana bitta shu yerda shu yerda. Qani o'zing yerdan. Bo'ldi. Alo. O'tir. Aleyküm selam. Onda yaxşısanmı kızım? Yuring endi. Bizler onu kattan ne koyup biloktunun doktorga. Şehirdemen. Ha? Uyda. Gapiring endi, nima bo'ldi? Nima qoldi? Yurib gapiravering. Kattan ham zor ma'an çabuk gidyapti hozir. Çok iyi olsa. Tildan qolma. Kardiologiya olib kelmoqchi bo'lgansiz-da? Şirajur aytdi bu der girece diye, bu kısıp koygan diye moyun diye. Keyin Ahmet aka aytyapti. Şu yerga bir olib borib ko'rasan, men qahramon shunday doktor dedi-da, siz birisi berdi. Shu shu yerga kelib qolayotgan yerimizda. Ha, shuning uchun qarang. Men o'zimda ham girija bor. 90% odamlarda girija bor. Menda bor ha girece men Ha, deyman. sizda ham davolaymiz. Men keyin davolaysiz. Ha, keyin kelasiz. Keyin bataklar gelin. Bog'lar ochib olay. 90% odamda bor. Odamlar deb yuraveradi-da. Bilmaydi-da, ko'p odam bilmaydi. Bilmayman. Ukalarda qimmat ukaldi. Akam ham tuzasidan olib ketgan bir 3 kun 4 kun kelib shahardan. 3 marta aldık biz. İlk marta Rossiyada Tuzadan ukal olib, tuzadan va suv oldirmoq kerak-da. Soğumadı ettiğden o. Bir xil oldiribdi suv. Ya mayık o ülkemizde bu ya yıkır mayık da bu ya başka başka kurup gidiyordu. Şık Gamma. Ya ha. Gamma olgan. Gamma olsangiz bir xil odam semirib ketadi. Ya shu o'g'ilni o'rgansangiz, shu postoyan olib turish kerak-da bu. Masha qilibdi. Bu bir marta odamlar bu yaxshi bo'lib ketmaydi u. Qaytdi. To'g'ri olasini aytaverim. Aytavering, ha. Meni de katta qoldi deng, meni bo'ldi deb turib. Ha, bijillash qoldimi? Bizim başan vaziydi biz. Qayerda qoldi? Şu ayakın astı. Ha, u ketadi. Nerede gitti? Ha, ketadi nasib bo'lsa. Oldi kun bizaga kelib qoldi-da. Soydan chiqaman, borib yetilib chiqdim-da.
Keyin uyga biz pichog'ini olib sizga aytdim doktor. Bir hozir o'zi qandaydir qo'rqar ekanda, hozir qo'rqib turibdi. Nima bo'lganini o'zi sezmayapti hozir. Qayerga? Korkmayın kayga basak. Asakka ishlab qoladi asar. O'zi qayerga kelib qoldim deyapti o'zi. Yana şolar ham marakada pishadi. Shu mushti ishlar ham. Yo Bu yaxshi-da, ham ukol kerak emas, biz kerak emas. Birdan qutuladi shu bilan. Oru yo'qmi? Qayerda bo'lsa aytaverim hozir. Yo'lga chiqqaniga aytmayman. Nima bo'lsa shu yerda aytaman. Ham ochildi, rangi ham ochildi ayda. Hozir вообще bichilmaydigan bo'ladi. Mana shunday qilib yoting. Peshonani tiragan yerga. Hozir topib qon kesilma bellaga. Massaj qilyapti. O'zi nimkor bo'lib qolibsiz-da. Sal dadilroq harakat qilmaysizmi ya? İştahangiz yo'qmi? Jotibdi-da shundan beri. Ana yana erkalanib. Ichga oyog'ini tirab olgan. Yana jumala qilib bitib yotadi. Mujvat deyapti, bitti. Xotindan qo'rqqanda yo'q. Siz o'g'lingiz o'g'il bo'lasizmi? O'g'lim ana endi böyle qilib ketganman endi shunday kelamiz endi. Kasal bo'lib turib qanday endi. Bosh qo'ying. Tamam xotindan qo'rqsa bitib yotadi, jumala qilib. Bosh qo'ying. Endi oyog'im men erkin. Tak, turing, bo'ldi, tushing qani. Nima deyishim? Asta, asta tushing. O'ylansa ko'tarilib qolding asta. Yurib qani. Chaqan yuring qani. Qani. Soldatlar o'xshab yuring qani. Ko'karang borsa bo'ladimi? Bo'ladi, endi ehtiyot qilish kerak-da. Og'ir narsa ko'tarmaysiz, og'ir narsa. Velosipedga minmaysiz, eshakka, otga minmaysiz. Sakramaysiz ariqlardan. Bir 15-20 kun. 21 oygacha daji. Bir 20 kundan kam bo'lmasligi kerak-da. Keyin asosda uni qilaverasiz. Nagruzkani oshirib boraverasiz. Qarang, 5 kilo, mana 20 kun bo'ldi deb birdan 10 kilo, 15 kilo bir narsa ko'tarib bermang-da. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Ularda bo'lsa tushishmanda. Ha, tushishman. Otga minmayman. Otga minmay turing. 20 kun keyin minasiz. Yine şu at. Kim botib otib oldi? Var ha. Atını koşmadı. Haydi gitti. Ha, aytib bo'ldi. Qara, og'ir satil ko'tarmang. Hozir bittasi kuni keldi, ana kraskani satilman suv beraman molga deydi. Shu. Qarang, endi asta o'zingiz o'tiring. Hojatga o'tirasiz-ku shunday qilib. O'tiring. Ishlamang hech joyda. Do konca o'tiring. Do konca. Ana, endi turing. Mana bo'lar ekan-ku. Şu niye işte oturamıyorum kuladım. Qarang, men shu yerdaman. Telefonim ishlab turadi. Borib mabodo siz to'satdan bir narsa ish qilib qo'yishingiz mumkin, yo mol-pol ishlayman deb sudrab ketish mumkin. Shu mana 1 oy garantiyasi bor, 1 oy. 1 oyda orzu. Men bankaga borsangiz garantiya berdimmi sizga? Garantiya bermaydi. Bizda garantiya bor. Yana kelib davolanib ketasiz. Gap o'zingizda, mana 20 kun bo'ldi-ku. Shu joy-joyga tushib qotib qoladi, keyin yana qilmaydi. Qandaki şu yarım akşamda gitti. Şunu şuya mızılıp cince koyayım. Ha, bizda bo'lmaydi, endi izlamaydi. Yutasın gilamiz bitti. Şu turishdi. Xotindan qo'rqaman. Qara, hozir o'yalib qo'rqib Endi bora 2 oy bo'lib qo'ydi-da bu. 2 oy bo'lib qo'ydi-da bu qotib qolganda. qotib qoldi. Yarın olsa ya yarın fevral mart'da 3 oy bo'lib qo'ydi. 29 yanvar kuni, dekabr kuni keldi. Shunday. Ha, nima ko'ndinatdi. Uni oldin ertaga o'qib yuribdi. Ko'tarib jo'natib mazam bo'lmayapti.
Yok buna. İşken to'xtadi. Qo'lda qolmadi. Oyog'im, qo'lim og'rigani esim keldi. Aha. Shu ukam tavsiya qildi. Xo'sh. Shu bu kuni telefonda nima Aha. keyin sizga telefon qildik. Aha. Yo, telefon hozir aytmang. U kelganingizda qayerlaringiz og'riyapti? Nima bo'lardi shuni ayting. Shu oyog'im, belim Aha. tortib qolyapti, ishi. Ha. Qo'lim Bijir bordi. bijir bo'ladi. Xo'sh, nima foyda topdingiz? Nima foyda topdingiz? Shuni gapiring. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, doktor bor. Rahmat sizga. Ha, yashang, barakansiz.